Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Singlim, yaxshimisiz? Obuna bo'lganmisiz bizga? Biroz kerakmi keyin? Assalomu alaykum. Obuna bo'lganmisiz? $100. Qarang, $100 yutib olishingiz mumkin. Nima unaqasilar, artist qo'rdim deysiz. Rostdan meni tanib kuzatardingizmi? Mana chiqdim ro'parangizdan. Videolarimga like'lab bosib, obuna bo'lganingizga $100 yutib olasiz. Yutib olasiz. Voy, nima unaqa qilasizlar? Artist qilmanglar, men shu yerdaman. Qanaqa savol? Siz ko'p joylarda yurasiz. Aha. Shunga biz sheriklar bilan banket qilmoqchi edik. Banket. Aha, zo'r-ku. Shunga qaysi kafeni tavsiya qilasiz? Bu kafe qayerda bo'lishi kerak? Farg'ona, Rishton. Rishtonda. Rishtonda qulay, premium, hammasi bo'lishi kerak. Xizmatlari ham zo'r, ovqatlari ham hammasi zo'r bo'lishi kerak. Zo'r xizmat ko'rsatish kerak-da. Bunaqa bo'lsa gnomikda. Mana men gnomikka. Gnomikda banket Gnomikda banket qilsa qilsa bo'ladimi? bo'ladi. Morojniy, pitsa, ovqatlari hammasi zo'r. Oilaviy borib ham bemalol banket qilsanglar bo'ladi. Gnomikka ulab qo'yaman mayli, siz uchun ulab qo'yaman. Nomerlarni ham qoldiraman. Bemalol gnomikda bayramda o'tkazsanglar bo'ladi. Necha sonni yaxshi ko'rasiz? 7. Mana 100 dan tashqari xohlagan tarafingizdan sanang. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oling. Nima deysiz? Atpiska qorishmasin a? Yo'q, obuna bo'linglar. Obuna bo'lamiz. Hayajonlanib qoldim. Sog' bo'ling. Bu video Instagramga joylayman lekin. Rozi bo'lasiz? Sog' bo'ling, rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar.